Kriptovalyuta, stablecoin, bitcoinni hamma biladi va hozirgi dunyoda eng rivojlanayotgan va daromadli yo'nalishlardan hisoblanadi. Markaziy Osiyo va O'zbekistonda ham kriptovalyutani pul birligiga aylantirish bo'yicha choralar amalga oshirilmoqda. Yoshlarimiz ham kriptovalyuta bo'yicha daromad topmoqda hamda ishlamoqda. Lekin biroq turli xil saytlar hamda firibgarliklar tufayli daromadlarni yo'qotilmoqda yoki jinoyatchiga aylanmoqda. Xo'sh, bu bo'yicha O'zbekistonda birorta ta'lim platformasi mavjudmi? Afsuski yo'q. Men Javohir Abrorov Prelegal yuridik firmasi kriptovalyuta jinoyatlari va ularni oldini olish bo'yicha yurist sifatida ishlab kelmoqdaman hamda startup sifatida mana shu muammo, ya'ni yoshlarga, O'zbekiston va Markaziy Osiyo yoshlariga, treyderlariga ta'lim kriptovalyuta bo'yicha ta'lim beruvchi platforma mavjud emasligi sababli EduCrypto startapini yaratdik. EduCrypto bu Duolingo ta'lim tizimiga asoslangan video darsliklar, qo'llanmalar, testlar, video o'yinlarga asoslangan veb ilova hisoblanadi. Hamda yoshlarga, boshlang'ich junior tradingchilariga va biznes vakillariga trading hamda kripto sohasi bo'yicha darslarni mukammallashtirib borilgan. Bundan tashqari, hozirgi kunda Qozog'iston Markaziy Osiyoda kripto markaziga aylanish harakatini amalga oshirilmoqda va O'zbekistonda ham prezidentimiz tomonidan kripto markazini O'zbekistonda tashkil qilish bo'yicha istiqbolli g'oyalar va hamda ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shu istiqbolli g'oyalarga qo'shimcha tariqasida biz o'z startapimizni yaratdik.